Tatariston raisi Rustam Minnixanov bilan uchrashuvda yetakchi korxonalarning sanoat kooperatsiyasini va faol gumanitar almashinuvni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Jadal muloqotlarni davom ettirish neft, gaz, kimyo, transport, turizm va boshqa sohalarda, shu jumladan O'zbekiston hududlaridagi sanoat zonalari doirasida qo'shma loyihalarni ilgari surishga kelishib olindi. Rosatom davlat korporatsiyasi bosh direktori Aleksey Lixachov bilan suhbatda tinch atom sohasidagi hamkorlik jadal rivojlanib borayotgani qayd etildi. Qishloq xo'jaligi va tibbiyotda yadro texnologiyalarini qo'llash sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish, shuningdek Toshkent shahridagi MIFI filiali negizida kadrlar tayyorlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Tafsilotlar bilan navbatdagi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz.